Assalomu alaykum, hurmatlilar. 2 yildan beri to'ylarda trenddan qolmagan baqlajon salat tayyorlaymiz. Baqlajonni yaxshilab yuvib, ikki tarafini olib tashlagandan keyin videoda ko'rsatilgan shaklda 2 cm dan doğrab olamiz. Doğralgan baqlajonlarimizni ikki tarafini ham qizartirib, chiroyli qilib qo'rib olamiz. Qo'rilgan baqlajonlarimizni ust-ustiga qo'ymasdan chiroyli qilib birin-ketinlikda sovutish uchun yoyib qo'yamiz. Yoyilgan baqlajonlar ustiga tabga ko'ra duz sepamiz. Baqlajon salatni eng mazali qiladigan sousini hamma sir sinoatlari bilan shu videoda ko'rib olsangiz bo'ladi. Sousimizda nomahsulotlarning cheklandan ketishini video teyinda opsiyonida yozib qoldiraman. Videoda ko'rsatilgan baqlajon salatni baqlajon yomon ko'radigan do'stlaringizga berib qo'ying. Buni yegandan keyin albatta yaxshi ko'rib qoladi. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Baqlajonni sous tayyor bo'lgandan keyin sousni bir idishga solib turib, ustiga birin-ketinlikda baqlajonni chiroyli qilib taqlab, ustidan qatma-qat etib, yenashi ko'rinishda taqlab olamiz. Salatimiz sousning ta'mini o'zini olib olincha yarim soat, yo bo'lmasa 40 minut vaqt kerak bo'ladi. Salatimiz shu ko'rinishda tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, yurakchan qizartirib ketib, yetkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Hammaga yoqimli ishtaha.